Hey, aka, vaziyat jiddiy. Motor ketgan. Yo'q, aka, odamni qo'rqitmang. O'zingiznikimi mashina? 3 kun bo'ldi, arendaga oldim mashinani. Maslahatim qaytarib topshirib yuboring, aka. Xarajati katta. Nima deyotding ukam? Xullas, mashina buzilib qoldi. Ustiga borsam, motori ketgan deydi. Ko'p haydamadim, atigi 2 kun haydadim. Shunga mashinani olib kelib bersam, pulimni qaytarib bering, iltimos. Ustimdan kulyapsanmi? Yo'q, muammo shundaki, bor pulimni olib kelib sizga beruvdim. Sen aytding menga, tirikchilik yoki arzonroq mashinangizdan bering deganing to'g'rimi? Pulim kam deding. Olib berdimmi, Matiz? Ana tuzatganda haydab yurur. Bor pulimni sizga olib kelib bergandim-da. Ama nima qilay? Shunga xarajat qilishga boshqa pulim yo'q. Menga qaray, mashinani kaltini ber. Shundan tirikchilik qilmoqchi edim. Ber. Men buni Ol bu yoqqa. Mashinani ertalab olib kelib qo'yib qo'ygan. Tushunarlimi? To'xtang aka. Bitta savolim bor. Hozir bolalaringiz uyda nima qilyapti? Tushunmadim. Bolalaringiz uyda nima qilyapti? Uxlayapti, nima edi? Mani bolalarim och uyda kutyapti. Xudo haqqi boshqa pulim yo'q. Yarim pulimni bering, iltimos. Agar bolalaring och bo'lsa, demak sen yaxshi odam emas ekansan. Menga qara, boshimni qotirmagan. Mashinani qo'yib ket.